Diqqat, aholiga tezkor xabar. Pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlash mumkinmi? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomizda ko'pchilikni qiziqtirayotgan muhim savolga javob beramiz. Pensiyaga chiqqan fuqaro ishlashda davom etishi mumkinmi va bu pensiyaga ta'sir qiladimi? Videoni oxirigacha tomosha qiling, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, yoshga doir pensiya oluvchi fuqarolar mehnat faoliyatini davom ettirish huquqiga ega. Ya'ni pensiyaga chiqqan shaxs davlat tashkilotida ham, xususiy korxonada ham bemalol ishlashda davom etishi mumkin. Eng muhimi, ishlayotgan pensionerning pensiyasi bekor qilinmaydi va to'xtatilmaydi. Unga pensiya qonunchilikda belgilangan tartibda to'liq to'lab boriladi. Shu sababli pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham ishlashni istasangiz, bunga hech qanday qonuniy ta'sir yo'q. Aksincha, mehnat faoliyatini davom ettirish orqali tajribangizni ishga solishingiz va qo'shimcha daromad qilishingiz mumkin. Agar bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringizga va do'stlaringiz bilan ham ulashing. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va eng muhimi, yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.